Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinadan ikkita zo'r hovlimiz chiqyapti. Juda ham ajoyib chiqqan. 4 ta uровень, podval 1-2 mansarda. 460 kvadrat podvalda basseyn saunalari bor. Kirganda chap qo'lda hojatxona, keyin yozgi oshxonasi полностью toshda ishlatilgan. Nargisi oq rang qilingan. Buni fasadi takoy jigaringa yaqinroq, bejviy desam bo'ladi. Uyimiz zo'r chiqqan. Tak 2-3 sotuv bunisi, nargisi 2,5 sotuv. Tak podval chiqqan zinamiz, garajimiz. Eshik tegan bemalol 3-4 ta mashina qo'ysa bo'ladi, joy bemalol. Kirishimizga chiroyli ustiladan qo'yilgan. Xatdon eshigimiz temir. Tak, kirganimizda katta hol bo'ladi. Har kim o'tiriladigan joy, televizor zonasi, teplый pol plus radiatorlar ham qo'yilgan. Tak, bu yerda oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Tak, раздвижной eshigi, oynaga, ya'ni joy tashab ketgandi. Tak, mana juda ham chiroyli chiqqan hammasi. Tak, ikkinchi qavat ko'tarilgan zinamiz. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Tak, o'ng qo'limizda umumiy yuvinish xonasi. Dushovая kabina qilingan. Juda ham ajoyib chiqqan. Aboy bo'lgani bilan hammasi nemetskiy, italyanskiy aboylar ishlatilgan, arzon aboylar ishlatilmagan. Xo'p, bu yoq spalniya bo'lyapti birinchi qavat uchun. Patolog balandligi hozir shu turishi 340 metr. Tak, sanuzuli. Dushovая kabina, birinchi qavatda o'shanda ikkita sanuzul bo'lyapti. Patologimiz rostdan ham baland, ahamiyat beringlar. Endi ikkita vaqada eshikdan zalga o'tamiz. Zal razmerlari ancha kattagina. Tak, endi ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat chiqqanimizda syomka qo'yamiz, уже klient keldi. Chap qo'lda birinchi xonamiz. Tak. Bu yerda detskiy bo'ldi. Bu yerda kattalar yotoqxonasi. Tak. Bu yerda xuddi birinchi etajdaqa sanuzuli bor ichida. Tak. O'rtada umumiy yuvinish xonasi, vannalar qo'yilgan. Tak, u chiroyli chiqqan ekan. Yonida yana bitta detskiy spalnyamiz. И 4-xona. Общий 6 ta xona bo'ldi hozircha. Bu yerda balkonlari ham bor. Mahallamizda elitniy. Shundan metroga 4 minutli peshkom yursa bo'ladi. Endi mansarda qismiga chiqamiz. Mana qaranglar. Необычный qilishgan ekan. Tak. Tepada bunaqa sanuzulni ko'rmagan sizlarga ko'rsataman. Bu yoqni bemalol detskiy qilib qo'ysa bo'ladi. Mana kattaligini ko'rasizlar. Kattagina razmerda. Bu yoqda yana bitta xona. Endi sanuzulni ko'rsataman. Gektar bo'ladi sanuzuli. Mana, voda. Kattaligini qaraydi. Endi bu yoqni kattaligini hisobi praktik mo'ljallangan. Bu yerda kir mashina turadi. Shu hisobiga kattaroq qilingan. Endi podol qismiga tushamiz. Mana podolimizga tushishimiz. Xo'p, bu yerda bitta xona bor. Ozgina remont ishlari bor, shuni ko'rsatib o'tiribman. Bu yerda bo'lsa, chiroq o'chiribdi. Tak, bu yerda spa zonamiz. Marhamat, chiroyli chiqqan. Basseyni. O'zining ichida yana bitta o'z podval uchun alohida sanuzuli ham bor. Basseyn razmerlari tak 3 ga 4,5 ga o'xshayapti. 3 ga 5 ekan daji. 3,5 ga 5,5 ekan, uzr. Tak, bu yoqda turetskiy hammom. Bu yoq pastroq, bu yoq massaj oladigan, tagoy teparoq yotib, hammasi cho'tki qilingan, podsvetkali qilib. Tak, bu yoqda eshigimiz mana hovlidan tushib chiqadigan zina bo'ladi. Shundan tushganda o'ng qo'lda kotelniy xonamiz, marhamat. Akkuratniy qilingan hammasi, ikkita kotel, do'konturniy, boiler, nasoslari hammasi izolyatsiya qilingan. Xudo xolisa hammasi yaxshi. Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada bo'ldi. Ikkita hovli yonma-yon, narxi 600 ming startoviy. Bittasi bizni ko'rayotganimiz 2-3 sotuv, narginisi 2,5 sotuv. Narxi bir xil. 460 kvadrat 8 ta xona plus podval. Narxini aytdim. Aloqadamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlaylar. Rahmat, salomat bo'linglar.